Yetim bolani boqib olib, o'z farzandlarimizdan judo bo'ldik. Bugun biz sizlar bilan Filippinda bir oila bilan bo'lgan juda ham achinarli va vahshiy hodisa haqida gaplashamiz. Filippinning bir shaharida bir kichkina oila bor edi. U oilada 18 yoshli Gwenny, 16 yoshli Luis va ularning ota-onasi yashashardi. Ular juda ham ahilinoq, mehr-muhabbatga to'la oila edi va o'sha oilada yana bitta qiz bor edi. 17 yoshli Jenny. U qizni oila asrab olishgandi va u qizga xuddi o'zini farzandidek mehr berishgandi. Shunaqa qilib bu oila ahilinoqlik bilan kun kechirishardi, lekin afsuski, bir kuni ota-ona ishga ketganida 3 ta farzand uyda qolishadi va kunduz kuni soat 4larda otasining telefoniga 17 yoshli Jennydan SMS keladi. Dada, qutqaring, bu yerga 3 ta notanish erkak keldi degan SMS keladi va Jenny shu vaqtda даже Facebookga ham post qo'ygandi. Qutqaringlar deb smayliklar bilan post qo'ygandi. Bu SMSni ko'rib Jennyning otasi uyga shoshiladi va uy eshigini ochganda hamma joy bir ahvol bo'lib yotganini ko'radi. Sekin zalga kirganida esa ikkita bolasini, ya'ni tug'ishgan bolalarini, 18 yoshli Gwenny va 16 yoshli Luisni murdasini ko'radi. Bolalar shunaqangi yomon ahvolda o'ldirilgandiki, ularni o'zining uyidagi bolg'a va pichoqlar bilan o'ldirishgan edi. Otasi yana ichkariga kirganda 17 yoshli Jennyni ko'radi. Jenny esa juda ham g'alati ahvolda edi. Uni sochlari ho'l edi. O'shanda otasi unga savol beradi. Nimaga sen sochlaring ho'l deganda, men hozir cho'milib chiqdim" deydi. Otasi bu narsaga e'tibor bermaydi va politsiya chaqiradi. Politsiya kelganda Jennyni so'roqqa boshlaydi. Nima bo'ldi o'zi, kim keldi deb so'roqqa boshlaydi. Qiz esa uyga 3 ta notanish erkaklar keldi. Ularning yuzida maska bor edi, men ularni ko'ra olmadim. Ular opam bilan ukamni o'ldirib boshladi deydi. Men esa yashirinib oldim deydi. Politsiya hayron qoladi. Agar ular o'g'rilar bo'lsa, nimaga uyda hech nima yo'qolmagan? Uyda haqiqatan ham hech nima yo'qolmagandi. Uyda yo'qolgan narsa bu uni opasi bilan ukasining telefonlari edi. Lekin qaysi bir o'g'ri telefon uchun kirib, yana kunduz kuni kirib, odam o'ldirib ketishi mumkin. Bu narsa politsiya uchun topishmoq bo'ladi. Va yana Jennyni shu vaqtda Facebookka post qo'yganiga hayron qoladi.